Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. RoboSmart o'z platformasiga xush kelibsiz. RoboSmart o'z platformasida siz dasturlash va robototexnikani mukammal o'rganishingiz mumkin. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlili kursini 6-darsini boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi statik va dinamik ro'yxat tuzilishi haqida bo'ladi va ro'yxat metodlarini o'rganamiz. Avvalambor ro'yxat nima? Ro'yxat bu massiv, ya'ni xotirada ketma-ket joylashgan umumiy nomga ega bo'lgan bir xil tipdagi qiymatlar to'plamiga aytiladi. Massivni e'lon qilish bu avval uni tipi ko'rsatiladi, undan keyin massiv nomi va uning uzunligi yoki agar sizga boshlang'ich qiymatlar aniq bo'lsa, boshlang'ich qiymatlarni ham e'lon qilishingiz mumkin. Bu yerda uzunlik o'zgarmas ifoda va massiv bizada statik ro'yxat bo'la oladi. Ya'ni uzunlik o'zgarmas bo'lgandan keyin biz uni statik ro'yxat deya olamiz. Ya'ni massiv bu statik ro'yxat hisoblanadi. Statik ro'yxat C++ dasturlash tilida o'zgaruvchilarni saqlash uchun ishlatiladigan massiv turi hisoblanadi. Statik ro'yxatlar dastur boshlanganda yaratiladi va dastur bajarilayotganda to'xtatiladi. Ularning uzunligi dastur boshlanganda aniq qiymat bilan belgilanishi kerak. Statik ro'yxatlar dastur bajarilayotganda o'zgarishi mumkin emas. Demak, massiv statik ro'yxat bo'lsa, unda uni indekslash masalasi asosiy hisoblanadi. C++ dasturlash tilida, umuman dasturlash tillarida massivni indekslash har doim 0 dan boshlanadi. Massivni e'lon qilish, demak, quyidagi tartibda bo'ladi. Masalan, butun tipga ega A massiv va uning elementlari soni 5 deb berilyapti. Bunda indekslanish 0 dan 4 gacha bo'ladi. Yoki ikkinchi misolga e'tibor bersangiz, massivni nomi V, u qabul qiladigan qiymatlar double, u 8 ta elementni qiymat sifatida oladi. Keyingi massivimizning nomi L, u qabul qiladigan qiymatlar tipi bool va u n ta elementni qiymat sifatida qabul qiladi. Keyingi massivimizning nomi S, uni qabul qiladigan qiymatlar tipi char, u 80 ta elementni qiymat sifatida qabul qiladi. Mana shunday qilib siz massivlarni e'lon qilib qiymat berishingiz mumkin. Endi bu qiymatlarni oldindan initsializatsiya qilishingiz ham mumkin. Initsializatsiya holatda massiv qiymatlanishi quyidagi misolda berilgan. Demak, butun tipli massiv nomi C, 4 ta elementi bor va oldindan bu 4 ta element qiymatlarini beryapmiz. Va keyinchalik bu qiymatlarga murojaat C ni 0-si 2, C ni 1-si -1, C ni 2-si 7 va C ni 3-si 0 tartibida amalga oshiriladi. C++da statik ro'yxatda massivlar qanday joylashadi? Ya'ni bu yerda xotiraning ixtiyoriy ketma-ket yonma-yon joylashgan bo'sh yacheykalarda statik ro'yxat, ya'ni massiv ma'lumotlari yoziladi. Masalan, biz 10 ta elementdan iborat biror bir massivni yaratayotgan bo'lsak agar, unda xotiradan 10 ta yonma-yon joylashgan elementlarga massiv qiymatlari yoziladi. Endi dinamik ro'yxatga o'tsak bo'ladi. Dinamik ro'yxat nima? Dinamik ro'yxat bu vektor. Vektor bu dinamik massiv modeli bo'lgan ma'lumotlar strukturasi hisoblanadi. C++ tilida vektorlarni yaratish uchun vektor standart kutubxonasini e'lon qilish kerak. Standart kutubxonani e'lon qilgandan keyin vektor majburiy kalit so'zidan keyin sizni vektoringiz qabul qiladigan qiymatlar tipi ko'rsatiladi, undan keyin vektorga nom beriladi. Ya'ni bu nom siz tomoningizdan beriladi. Vektorga boshlang'ich qiymatlarni ham oldindan berishingiz mumkin. Buning uchun vektor nomidan keyin initsializatsiya holatda vektor qiymatlarini berishingiz mumkin. Ya'ni bu boshlang'ich qiymat sifatida qabul qilinadi.
Vektorni asosiy metodlarini endi C++ da ko'rib chiqamiz. Birinchi metod pushback. Ya'ni bu vektorga yangi elementni oxirgi qismidan qo'shadi. Popback vektorni oxirgi elementini olib tashlaydi. Size vektorning o'lchamini qaytaradi. Clear vektorni tozalaydi. Empty vektor bo'sh bo'lsa true, aks holda false qaytaradi. Add index ya'ni berilgan indeksdagi elementni qaytaradi. Front birinchi elementni qaytaradi. Back oxirgi elementni qaytaradi. Insert bu ma'lum bir iterator asosida element qo'shish, ya'ni berilgan joyga yangi element qo'shish vazifasini bajaradi. Erase iterator orqali berilgan indeksdagi elementni olib tashlaydi. Endi mana bu misolga e'tibor beradigan bo'lsak, include yozdirim kiritish chiqarish oqimini uladik. Vektor orqali standart kutubxonani uladik. Int main orqali my vektor yangi vektorni yaratdik. U qabul qiladigan qiymatlar butun tipda. Pushback funksiyasi orqali biza 3 ta element qo'shyapmiz. 10, 20, 30. Endi bularni chop etish uchun for dan foydalanyapmiz va my size ya'ni vektorni size qismi orqali biz toki mana shungacha bo'lgan elementlarni birma-bir tekshirib, har safar my vektorni at i orqali ya'ni indeks elementlari orqali qaytarish qiymatini beryapmiz. Va oxirgi elementni olib tashlash popback orqali amalga oshirilyapti. Birinchi elementni chiqarish uchun vektorni front funksiyasida amalga oshiriladi. Endi shuni C++ da dastur kodida ko'ramiz. Demak, vektor standart kutubxonasini ulab, yaratyapmiz my vektor nomli vektorni. Elementlari butun tipda. Pushback funksiyasi orqali 3 ta element qo'shdik va ularni chop etyapmiz. Natijada 10, 20, 30 qiymatlari bizga ekranga chiqyapti. Va birinchi elementni chop etish uchun front funksiyasidan foydalanib buyruq beryapmiz va vektorni frontini ekranga chiqardik. Natijada birinchi element 10 ekanligi ekranga chiqyapti. Xuddi shunday C++ dasturlash tilida STL standard template library ichida list strukturasi ham joylashgan. Bu struktura ham dinamik ro'yxat shakli hisoblanadi va bu kutubxonadan foydalanib ham biz dinamik ro'yxat yaratishimiz mumkin. Demak, bu uchun include yozdirim, include list buyrug'ini berganingizdan keyin list demak standart kutubxonasini uladingiz va list kalit so'zi yordamida my listni yaratasiz. Uni qabul qiladigan qiymatlari int tipida. Pushback funksiyasi yordamida unga element qo'shishingiz mumkin. Xuddi shunday list dinamik ro'yxat strukturasini metodlarini ham ko'rib chiqamiz. Demak, uning metodlari pushback, pushfront, pushback, popback, popfront, size, clear, empty, front, back metodlari xuddi oldingi ko'rgan vektordagi metodlar bilan bir xil. Faqatgina bu yerda qo'shimcha begin va end metodlari borki, begin metodi birinchi elementga ko'rsatuvchi qaytaradi, end metodi esa oxirgi elementdan keyingi elementga ko'rsatuvchi qaytaradi. Bu jarayon orqali biz xohlagan elementga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni ko'rsatkich orqali biz elementlarga murojaatni amalga oshirishimiz mumkin. Keling endi ushbu dastur kodida list dinamik ro'yxat strukturasini yaratib, uni elementlarini chop etishni ko'rib chiqaylik. Demak, ushbu jarayonda list standart kutubxonasini uladik va my listni yaratyapmiz. Uni o'zgaruvchilari, ya'ni elementlari int butun tipda. Pushback funksiyasi orqali 3 ta qiymat qo'shdik, 10, 20, 30 va ularni chop etishda to'g'ridan to'g'ri list ichida harakatlanib ularni chop etishimiz mumkin. Oxirgi elementni olib tashlash popback funksiyasini bu yerda ko'ryapsiz. Boshidagi elementni olib tashlashda
pop front funksiyasini ko'ryapsiz. Natijada mana pop back orqali 30 qiymati, pop front orqali 10 qiymati olib tashlanadi. Va birinchi oxirgi elementlarni chiqarishda front va back qiymatlarini berganimizda ham har ikki holatda ko'rib turibsizki, natija 20 ni qaytaryapti. Iteratorni qo'llash bu yerda juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni aytib o'tganimda, iterator orqali siz forda listni boshidan oxirigacha harakatlanishingiz mumkin. Ya'ni mana bu qismiga e'tibor bersangiz agar, ya'ni iterator orqali my listni begindan toki it teng bo'lmasa endgacha o holatda itni qiymatini bittaga oshir. Ya'ni iterator orqali biza qiymatlarni chop etishimiz mumkin. Xuddi shu jarayonni keling endi C++ dasturlash tilida ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda mylist yaratyapmiz. List merge funksiyasi yordamida biz keyinchalik ikkita listni birlashtirishimiz mumkin. Birlashtirish uchun list merge degan yana bitta ro'yxat yaratib olyapmiz. Va mana bu yerda mylistga merge qil. List merge ni degan buyruq orqali ikkita listni birlashtirib olishimiz mumkin. Va mana bu kodga e'tibor bersangiz agar, for orqali avtomatik mylistni to'ldirish ko'rsatilyapti. Ya'ni push back orqali elementlar i+3 yordamida qo'shilyapti. Ya'ni 0 bo'lgan holatda mylistga 3 qiymat, keyin i ni qiymati bittaga oshirilganda 1 orqali 4 qiymati, i ni qiymati yana bittaga oshirilganda 2 orqali, demak faqatgina 0 1 ni oladi. 2 bu yerda shart bajarilmaslikka olib keladi va qiymatlar 0, 3 va keyingisi 4 qiymat bilan to'ldiriladi. Mana bu holatga kelsak agar, insert metodi orqali biz mylistni oxiriga 6 qiymatini qo'shyapmiz. Natijada bizga listimizga mylistga birinchi 3, keyingi holatda 4 va keyingi holatda 6 qiymat yozildi. Keling iterator orqali endi buni ekranga hamma qiymatlarni chiqaramiz. Demak, bu holatda bitta iterator yaratyapmiz. Mana iteratorni mylistni beginidan to oxirigacha cout qil itni va natijada bu yerda 3, 4, 6 ekranga chop etildi. Endi merge funksiyasi yordamida 3, 4, 6 ni orqasidan 7, -8, 8, 19, 9 ni birlashtirdik va mylistimizni endi qiymatlari 3, 4, 6 dan tashqari mana bu qiymatlar bilan ko'paydi. Endi bularni chop etishda ham iteratordan foydalansak, natijada mylistni barcha qiymatlari ekranda chop etiladi. Xo'sh, talabalar, endi dinamik ro'yxat tuzilishi va statik ro'yxat tuzilishi tushunarli bo'lgan bo'lsa agar, shu joyda C++ da ro'yxat tuzilishini tugatamiz.